Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bojxona idoralari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida qalbaki dori ishlab chiqarish bilan shug'ullangan yashirin sex faoliyatiga chek qo'yildi. Xususan, Toshkent shahrida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan shaxs tomonidan ijara asosida olingan Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi xonadon xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda u nafaqat qalbaki dori vositalarini ishlab chiqarish, balki uning noqonuniy savdosi bilan ham shug'ullanganligi aniqlandi. Dori vositalarini tayyorlashga mo'ljallangan yashirin sexda tegishli hujjatlari bo'lmagan va xavfsizligi kafolatlanmagan 49 nomdagi 594.127 dona Futsis, Prasulpin, Ursasan, Arbidol va boshqa dori vositalari topildi. Ta'kidlash lozimki, bu dorilar mana bu kabi 50 ta asbob uskunalar, xususan stanok va qoliplar yordamida qo'lbola usulda tayyorlab kelingan. Shuningdek, bu yerda sifat talablarga javob bermaydigan 168 kilogramm dori vositalarining xom ashyolari, etiketlari, yo'riqnomalar, qog'oz qutilar, bo'sh idishlar hamda kapsulalar ashyoviy dalil sifatida olindi. Tezkor tadbirlar davomida ushbu shaxsning Toshkent shahri Uchtepa tumanidagi yashash xonadoni ham xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda 2 turdagi 28640 dona tibbiyot dori vositalari, 2 turdagi 75 dona ampula, 2 turdagi 46 dona idishda suyuqlik, 3 nomdagi 26 ta turli dori vositalarining etiketlari, nomsiz 18280 dona suppozitoriylar va ularning markalari, 1 nomdagi 40 dona kapsula, shu bilan birga turli xil nomdagi dori vositalarining bo'sh qutilari hamda 3 dona temir qoliplar borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Nomi yo'q. Dori vositalarini solish uchun mo'ljallangan. O'tkazilgan laboratoriya tahlillari natijasiga ko'ra, dori vositalari chinlik, miqdor va boshqa bir nechta sifat ko'rsatkichlari bo'yicha me'yoriy hujjat talablariga javob bermaslik holati, shu bilan birga dori vositalarining yaroqlilik muddati o'tganligi, belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilmaganligi va muvofiqlik sertifikati rasmiylashtirilmaganligi aniqlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida yashirin sex tashkilotchisi dori vositalarini tayyorlash uchun kerakli xom ashyolarni internet tarmog'i orqali noma'lum shaxslardan buyurtma orqali sotib olgan. Dastlabki xulosaga ko'ra, ashyoviy dalil sifatida olingan mazkur dori vositalari va asbob uskunalarning umumiy qiymati qariyb 10 milliard so'mni tashkil qiladi. Ta'kidlash lozimki, qo'lbola usulda ishlab chiqarilgan dori vositalari Toshkent shahri va Buxoro viloyatidagi bir nechta dorixonalarga tarqatilganligi aniqlandi. Davom ettirilgan faol tadbirlar natijasida mazkur dori vositalarining savdosiga chek qo'yildi. Hozirda sex tashkilotchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 186-prim 3-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur yo'nalishda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbirda esa Toshkent shahrida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan shaxs va uning sherigi poytaxtdagi banklardan birining 1996-yilda tug'ilgan xodimi o'zaro kelishgan holda Xitoy davlatidan olib kelingan 798 ta qutidagi 574560 dona infuzion sistema tibbiy buyumlarini 55700 AQSh dollariga sotgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Nech pul oldingiz? Qarab turing. 55700. Qancha sistema uchun bu pul? 798 ta korobka, har bitta korobkada 720 ta bo'ladi. 574 ming 560 ta. Tegishli xulosaga ko'ra, mazkur tibbiy buyumlar foydalanishga yaroqsiz hisoblanib, O'zbekiston Respublikasi hududida saqlash, sotish, tashish va tibbiyot amaliyotida qo'llash taqiqlanadi. Holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 186-prim 3-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 4-yanvardagi dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to'g'risidagi qonunning 4-bob 16-moddasida farmatsevtika faoliyati belgilangan tartibdagi litsenziya asosida amalga oshirilishi belgilangan. Shu o'rinda farmatsevtika faoliyati uchun litsenziya Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi 80-son qarori bilan tasdiqlangan nizomning 28-ilovasiga muvofiq talablar bajarilgan holatda va keluvchi organlar ekspertlar xulosasi asosida rasmiylashtirishini ma'lum qilamiz.